Qizlar guruhida faoliyatimni to'xtatganim rost. Bugun bывший labelim tomonidan video joylanibdi. Men qizlar guruhida ketganligim haqida. Joylangan videodan keyin men o'zimdan ham eshitishinglar kerak deb hisobladim. To'g'risi, hamma bo'lgan voqealarni, sabablarini gapirib o'tirish niyatim yo'q. Так вот, guruhdan ketish bu meni fikrim emas edi, bu meni qarorim emas edi va bu meni initsiyativam ham emas edi. Men o'zim bu haqida kecha bildim. Bывший labelim, ya'ni bывший prodyuserim tomonidan bu narsa menga e'lon qilindi va men bu xabarni hech qanaqa konfliktlarsiz, hech qanaqa negativsiz qabul qildim. O'zlariga ham yaxshi muomalada xayrlashdim va hozir ham bu videoni yaxshi notalarda pozitiv bilan yozmoqchiman. Ba'zi savollarga javob beraman. Turmushga chiqmayapman. Ko'pchilik shu savolni berishdi. Turmushga chiqayotganingiz uchun ketdingizmi deb. Yo'q, turmushga chiqmayapman. Ikkinchi savol, osmon bo'lib ketganingiz uchun yo ko'tarilib ketganingiz uchun bizdan qilmasdan ketib yubordingizmi degan savol ham kelibdi. Unaqa ham emas. Menimcha adekvatni odam bunaqa sabab uchun guruhidan voz kechib ketib yormaydi. Nima sababdan bu guruhdan o'z xohishim bilan ketmagan bo'lardim? Chunki bu guruhning asoschisi o'zimman. Boshqa qizlarni ham bir-biri bilan tanishtirgan odam o'zim bo'laman. Получается, biz uchalamiz o'rtoq bo'lib yurardik va men qizlarga shunaqa taklif bergan edim. Guruh ochsak, nima deysizlar? Naзвание qo'ysak, nima deysizlar? Coverlar, qo'shiqlarga coverlar qilsak, nima deysizlar? Ular ham rozi bo'lishgandi. Shu sababdan menimcha bu guruhdan o'z xohishim bilan hech qachon keta olmagan bo'lardim, chunki baribir ham bu meni ideyam, shuncha yillik mehnatim, ozmi ko'pmi baribir ham ketgan umrim va boshida xayol o'tdi. Hammani asl yuzi qanaqa ekanligini ko'rsataman. Men u yoqda bir o'zim qancha ko'p qiyinchiliklar, qancha ko'p nohaq narsalarni eshitganim, yashab o'tganim haqida hammaga aytaman degan fikr bo'ldi, to'g'risini aytaman. Va qanaqa darajada orqamdan pichoq urilganligi haqida ham aytib beraman, hamma bilsin degan qanaqadir negativ xayol paydo bo'lgan edi kecha menda. Bugun o'tirib o'yladimki, что men konfliktga borishni xohlamayman va bu mavzuni mana shu yoqda yopishni juda ham xohlayman. Chin dildan xohlardimki, meni sevimli auditoriyam meni qo'llab-quvvatlashni davom ettirishligini, chunki meni hali maqsadlarim, orzularim juda ham ko'p, hali juda ham ko'p narsalar qo'limdan keladi. Zero nima bo'lishidan qat'iy nazar hammasi yaxshiligi, men buni oldin ham aytardim, hozir ham aytaman. Hayot menga, taqdir menga qanaqa sinov berishdan qat'iy nazar, men bu narsani kulib pozitiv bilan qabul qilaman, chunki bilamanki, qanaqadir kichkina narsa hayotimdan ketsa, albatta undan ham kattaroq, masshtabi undan ham kuchliroq bo'lgan narsa meni kutib turibdi. Va alohida rahmat Yuz Labelga, yaxshimi yomonmi o'tgan 2 yilimizga va sizlarga kelajakda omad tilab qolaman.